Qo'shnilar, podyezdda dollar tushib qolibdi. Kimiga bu dollar? Ha? Yozib yuboringlar. Voy qo'shni meniki qattiq tushirib qo'ygan ekanman deb o'ylab yotdim. Rahmat kattakon. Qo'shni meni pulim 43 ta dollar, 27tasiga qizil ruchka bilan yozilgan joyi bor. Kiryapman. Qanaqasiga sizlarning pulinglar bo'ladi? U meni pulim qo'shni, meni pulim. Hozir podyezddan chiqdim. Mana qaytyapman. Meniki tushib qolgan, meniki. Qo'shnilarimcha hazilkashda bu meni pulim, meniki hazillashyapti. Kimga bermay boryapman mana. Qo'shni u meni pulim edi. Qatadur tushirib qo'ydim. Kechagina hojam berdilar. O'sha yerda to'xtab turing, hozir borib olaman. Qo'shnilar, bir murosaga kelaylik. Bu meni pulim edi, meniki tushgan. Kamerani tekshiraylik. Hammasi ayon bo'ladi. Akalar, u pul meniki edi. Iskandar bildingi mezbon loyihasidan yo'lamada yig'ib yurgan pulim edi. Pul o'lsin, pul o'lsin. Yangi qo'shnilarman. Sizlar bilan tanishmoqchi edim. Hamma artist va? Ya videoyini oboldingmi? Olgandan keyin qaytarib berishni ham bilmaysan, pulni to'g'ri julasan endi. Kenayni pulda ekan bu. Pul kimikiligini bildinglar. Qo'shnilarga jo'natib qo'yamiz bu videoni. Hola